Assalomu alaykum aka opalar. Bir narsa esimga tushib qoldi. Aka opalar, bir 3 kundan beri uyda kasal, ukol olayotibman. Mazza yo'q. Bir akani gapi esimga tushib qoldi. Bir payti mana shunaqa bir kelib turib video olganimizda hijama qiladigan akamiz hamma narsaga davo, yutalga, shamollashga, varikoz, yurakka foydasi bor degandi. Shu reklama qilgandi kelib. Miyadan qon chiqaruvdi, hijama qiluvdi. Shu narsa esimga tushib qoldi. Qani shu narsa rostmi yo'qmi bugun aytmasdan pramo kelyapmiz. Sababiki o'zim kasalman. Shu narsani bir olib ko'ray. Ukoldan 3 kundan beri foyda topmayapman. Akalar opalar qani kiramiz? Shu narsa rostmi yo'qmi? Men kirib o'zim nima qilaman? Sizlarga o'zi chiqib video davomida aytib o'tib ketamiz. Akalar opalar haqqimizga duo qilib turinglar. Shamollab ketibman, ancha mazza qochgan. Kafil oldim. Siftraxon degan ukol olyapman. 3 kundan beri tabletka ichdim, sirop ichyapman, hech foyda qilmayapti yutal. Yutalsam to'g'risi ukam og'riyapti. 3 kundan beri shu daraja yomon shamollaganman. Hozir kiramiz ichkariga. Qani bostirib bo'lmasa. Qani bo'lmasa ketdik. Ichkariga bildirmasdan kirib boramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka, siz yaxshimisiz? Aka, qayerdansiz? Buxoro. Qayerdan? Jondor. Jondor. Sizchi aka? Tojikiston. Qayerda Tojikiston? Sipsordan. Sipsor, Xo'jandda? Xo'jand. Qishtaquzlik tarafda-ya Sipsor. Aka, siz qayerdan? O'zbekiston. Qayerdan? Buxorodan. Qayerdan o'qib? Buxoroning Jondor rayonidan. Jondor. Aka, baqa nimaga kelgansiz? Bu yerda shu hijama qilish ekan. Foyda ko'rganmiz oldin. Foydasi. Oldin ham kelganmiz. Oldin kelganman, foydasini ko'rdim, keldim. Aka, to'g'risi ko'ryapsiz, yutalyapti. Shamollashga foydasi bor deysiz. Bor, katta foydasi bor. Oldingi safar kelganimizda rosa aytuvdilar, o'zim ishtima qildirganman, kamerachimni videosini peshonasini tekshirgan edim. Uni davlenasi tushuvdi, lekin u o'sha kamerachim 140 davlenada yurardi. Fastiani lechini ham olib chiquvdi bansida yotib. Yaxshi bo'lmadi, bitta peshonadan tekshirib qon olib chiqaruvdi. Yaxshi dam olish yo'q edi, stress, azob berardi, uyqusizlik. Hijama kelib, beldan yuqorigacha olib ketdik. 10 kun bo'ldimi, 12 kun bo'ldi. Hammasi bir zumda almashinib qo'ydi. Sразу o'zgardim. O'zgarish bor, ha? Katta. Foyda sezdingizmi haqiqatdan? Haqiqatan, agar foyda sezmaganimda kelmasdim. Odamga ziyoni yo'qmi? Yo'q. Bu yerda hech qanaqa ziyoni yo'q. Aka, sizlar kelgan bo'ldi? Barobar kelgan. Billa kelgansizlar. Shu foyda topdilaring? Foyda topib keldik deb bo'lmasa nima qilamiz bu yerga kelib. Aka, sizcha foyda ko'rdingizmi hech? Kelganmisiz birinchi? Yo'q, klient topib kelgan. Taksizmisiz? Bo'lmasa mana o'zlar ichkaridami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, uzrda endi. Siz yaxshimi? Assalomu alaykum, ha aka. Zo'r joyda siz o'tiryapsiz? Ha, mana sekin qilamiz. Nima bo'ldi aka? Ha, oyoqda sal mazasi yo'q, bir beldan oluvdik, ancha yaxshi bo'ldi. Qayerdan? Sipsordanmi? Ha. Sherigingiz tashqarida lekin taksi. Ha. Siz o'zingiz kerakda. Aka, bir oldin kelganmisiz? Ha, bir marta keldim, belim ancha og'rirdi, xudoga shukr, yengil Aka, bir bo'ldi. xomashda hozir biror nima sezyapsizmi? Ha, issiqlik, zo'r. Doktor aka, endi pramo klientlarga o'tib ketib qoldik. Aka, mazza yo'q. Nima qildi siz? Bilasizmi, bir payt oldingi safar kelganimizda shamollashga, qon aylanishiga, teri kasalliklarga foydasi bor dedingiz. Miyaga urib qoldi, birdaniga bor kelyapti. Bo'ldi aka, tamom, hozir hal qilamiz. Как раз mana sovuq kunlar tushgan aka, o'shaning hisobiga immunitet slabiy bo'lsa, sразу odam shunday kasal bo'lib qoladi-da, birulab bitib, o'sha temperatura qilib. Hozir aka boshqalarga sizni tiqamiz. Bir ashushasini o'zingiz ko'ring, qanday yaxshi foydalari bor. His qilib ko'rasiz-da, xudo xolasa. Lekin men yolg'on gapirmayman. Misol gap aldab yo'bravi baqa chaqirish, reklama qilish emas maqsadim. Men realni tepada xuddi turibdi. Oldingi safar kamerachimni peshonasidan qon chiqardilaringmi? O'sha bola agar o'zi ham aytuvdi og'zini. Fisikda 140 davlena bilan yurardi, bansaga ham o'tib chiqqan. Tojikistonda bansaga ham o'tib chiqqan, davlenasi tushmagan, lekin shu ish qildilaring-ku. U aytayapti, davlenasi tushib joyiga keldi. Aytadi, bir 2-3 kun bir kallam yengil deydi-da, ko'zim tiniq ko'ryapti deydi. Конечно aka, boshlarda aytdim-ku sizga o'sha kuni sochni tagidan lizva bilan oldirib tashlab, bir miyatni shampunga yuvasiz, kalla qanday yaxtakkina bo'ladi. Xuddi ichi ham shunday yaxtakkina, yengil bo'ladi-da aka. Sochni olmasdan ham kallaga qo'yaverasizlar? Sochni olmasdan turib ham hijama qilsa bo'ladi aka. Biz asal bilan qo'yamiz, umuman ziyoni yo'q. Naborat soch to'kilishlariga aka shu vitamin yetishmaydi, soch tez to'kiladi. Moskvaning suvi yoqmaydi aka. Shu taraflamaga ham juda yaxshi foydasi bor. Ya'ni bosh og'riqlarga bag'da ikkita zreniyan tochkasi bor, yuqorida tochka bor. To'xtang, bankani qanday qo'yib ko'ray. Tochkalari bor aka. Aka, siz nima deysiz banka haqida?
Bankalarni aka hammasini kasalliklarni o'zini tochkasi bor. Tochkasi bormi yo любой joyga qo'yib tashaverasizlar? Hamma bankalarni o'zini tochkasi bor. Har kasalliklarni, misol kimda Masalan, mana shu ikkitani nima foydasi? Bilorsa, bu endi mana lyoqkilarga, nafas yo'llariga foydasi bor. Mana bu nervniy sistemalarga, boshni og'riqlariga foydalari bor. Bu endi mana bu kimda prostatit, o'zimizda bolalar ko'p endi savdolarga ko'tarib qo'yasiz deydi. prostatit bo'lsa, pochkalar shamollagan bo'lsa, bel og'riqlariga bu tochkalari bor aka. Aka siz kelgan oldin tagdan gapiramiz endi sizga. Hay, yo endi birinchi marta kelishim Biron aka. nima sizdingiz mana o'tirganingizda o'chkada? Nazarimga bo'shga o'tirgan yengil bo'ldimda aka. Qayerdan aka? Istorda, Xujonda. Polni bugun sportliklar kelganmi mana? Bu aka qayerdanlar? Aka siz qayerdan? Qirg'izistonda. Qirg'izistonni qayerdansiz aka? O'shdan. O'shda bir foyda sezyapsizmi aka? Ha, normalda bular. Qirg'izistonliklarga biron nima deysizmi aka? No, kelinglar, nima deymiz. Aka opalar mana ko'rib turganlaring hozir o'zim ham tushaman, ko'rasizlar. Bugun biz sizlarga reklama emas yoki biror nima emas, sizlarga bir foydali narsa yetkazib oldik degan umiddaman. Pul shunchaki agar kimdir kelamasa, mana shu nomer qoldiramiz. Kimlardir nomerini ham so'raydi, deb qo'ysak. Ancha mazangiz yo'q. Qo'chdi. Aka opalar harakat qilamiz. Hozir men o'tiraman o'zim. Bo'lmasa hozir kamerachimni polni hijama qiladi kamerachim. Peshonasidan qon chiqaramiz. Men kidrobochkaga o'tiraman. Menga shamollashga shumi foydasi? Juda yaxshi foydalari bor. Aka orqasidan bitta massaj qilib qo'yamiz. Durishmay apparatni yengilgina bo'lib xudo xolasa ketasiz. Hozir men o'zim sizlarga o'tirib, ko'rib, bilib, keyin sizlarga hozir chiqib aytaman. Qari bo'lmasa ketdik. Men yechinib chiqay. Aka opalar mana hozir buchkaning ichiga kiryapmiz. Aka bemalol endi quflashingiz mumkin. O'tiraveraymi? O'tirmasdan o'tiravering. Razmerni ko'ramiz. Revmatizmlarga, ayolni shamollashlariga kechqurun muzdek turadi-ku. Shu taraflarga juda yaxshi foydasi bor. Lekin buchka mazza ekan. To'g'risi. Sovuq kunlar mana tushib qoldi, ko'rib turganlaringda. Vaqt keldi-da bu bochkalarga o'tirib shamollashlarni chiqarish aka. Moskvada 1 yil yuramiz, 2 yil yuramiz. Shamollashlar o'zimizdan o'tib ketib qoladi, bilmay qolamiz-da uni. Imminda bu bochkalar o'sha shamollashlarni chiqarishga aka. Saunaga kirsangiz 2-3 minut o'tirasiz, nafas ololmay, nafas yetishmasdan chiqib ketib qolasiz. Bu bochkalarda boshingiz tashqarida lechebniy o'tlari qo'shilgan, shamollashlarga yaxshi foydasi bor. O'tirsa mana shu shamollashlarning hammasini chiqaradi. 15-20 minut rekomendatsiya, qancha o'tirib olsangiz. Bir sezyapman-da o'zi issiqlikka badanlar bir mazza qilyapti. Bu yumshatib, badanlarni, qonlarni aylanishini ham yaxshi qiladi. Bochkalardan chiqqandan keyin bu akamizga ham 3 xil massajlar bo'ladi. Har bitta odamga yangi nabor bankalarni beramiz. Akalar o'g'illar o'ylamaylik, bitta qon chiqarib, har bir narsa yangi одноразовый o'tvoriladi. Sizda ishlatilmaydi. Nima ishlatadigan bo'lsak, hammasi одноразовый bo'ladi. Har bitta odamga yangi nabor banka ochamiz, sразу odamlarning ko'zini oldida tashlaymiz. Bu akamiz parixmaxir bo'lib ishlar ekanlar, chap yelkalari og'rib qolibdi ekan. Endi hozir biz chap yelkalarga aksent qilib bankalarni qo'yib chiqamiz. Chap lopatkalariga aksent qilib bankalarni ko'proq qo'yamiz, imminda shu og'riqlarni sinimat qilish uchun. Bu tochkalarimiz qo'lli tochkalar, qo'l uvushlariga, tomir tortishlariga yaxshi foydasi bor. Bo'yinga ham 2 dona qo'yib o'tamiz. Bu birinchi o'chirda qon aylanishlarini boshda yaxshi qiladi. Bosh og'riqlarini sinimat qiladi. Birinchi o'chirda boshga qo'yish mumkin emas. Badandagi urgan qonlar hammasi yuqoriga chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun biz bo'yinga, bellaga qo'yamiz. Xuddi ayollarga shunday отдельно kabinetlarimiz bor. Ayollarni ayol kishi qabul qiladi. Ularda ham kidroviya bochkalari, massajlari, hijamalari, hamma ko'rib turgan narsalaring ayollarga ham bo'ladi. Отдельно kabinetlarimiz bor. Ayollar keyin bizni ko'rib turgan bo'lsa, ko'pchilik ayollar hijolat tortishi mumkin. Ayollarni ham qiladimi deb so'raydiganlar borda. Ayollarning xonasi отдельно, erkaklar yo'q. Ayol kishi hijama qiladigan. Mana shu ishlarni hammasini ayol kishi qiladi, deb bo'lib kelishlari mumkin. Xuddi shunday kelib azob bermasa, anga kelib bir tanaga ham bir dam berish kerak-ku, hech bo'lmasa. Varikozlarga, bel og'riqlariga, bosh og'riqlariga juda yaxshi foydalari bor. Har bir odamga shunday sepib tozalaysizlarmi aka? Har bir odamga Mana ko'ringlar, antiseptik har bir odamga spirt sepib. har bir odamdan keyin отдельно обработка bo'ladi, spirt bilan sepib o'shalarni tozalaymiz. Одноразовый простыня solinadi har bitta odamdan keyin. Bochkalar ham xuddi shunday dezinfeksiyalar qilinadi har bir odamdan keyin. Aka opalar, mana hozir men bochkadan chiqdim. Hozir mana yerda oyoqqa massaj ketyapti. Hozir bu aka oyoqlarga hijama qilyapmiz. Ko'p odamlar aytadi, oyog'im tomir tortib qoladi, o'shib qoladi, men tizadan pasti oyog'im yaxtak turadi, ismaydi deydi. O'sha narsalarga foydasi juda ham katta. Shu mana kimda varikozlar bo'lsa, mana tikka turib ishlayotgan parikmaxerlar bo'ladimi, yo'qsa passiyan o'tirayotgan taksistlarda oyoqlarda varikozlar, oyoqning og'riqlari, oyoqning tez tomir tortib qolishlari bo'ladi. O'sha narsaga foydalari juda zo'r bu hijaman. Mazam yo'q hijama qilish uchun. Doktor aka aytdi, bu safar kesangiz deganlar. Hozir uni faqat oyoqqa
Mana ayollar eman etgan qo'ylar ekan. Ko'rib turganlaringiz. O'sha bu yerda mayda varikozchalar chiqadi, o'shani hisobiga betlarga qo'yiladi bankalarimiz. Mana hozir video ochib kirdik buchkani ichiga. Qanday sezyapsan, ey? Zo'r. Issiq endi ketyapti. Qo'l mana ko'rib turganingdek qon qanday chiqishini mana ko'rib turibsizlar, doktor aka. Og'riydimi shu? Hamma qo'rqadi, mana shu lezo kelsa konda og'riydi, hech qanaqangi og'riq bo'lmaydi. Aka siz lezo kesayotganda sezyapsizmi? Yo'q, hech nima sezilgan yo'q. Sezilganmi? Yo'q, hammasi zakon. Mana ko'rib turganingdek bu nomiga mana. Xudo xohlasa hijamadan keyin hech qanaqangi shlarlar qolmaydi. Bemalol qo'rqmasdan kelishlaring mumkin. U o'nni bir 5-6 kunda yana tekis bo'lib o'zida bo'lib ketadi. Xavotir olmasdan kelaverasizlar. Mana ko'rib turganlaringdek oyoq hamma joylarga qo'yiladi. Bosh, oyoq. Akalar opalar mana kamera ochim. Mana o'zi ikkita bo'yniga. Mana akalar opalar kamera ochimga hijama qo'ydik. Qanday his qilyapsan o'zingni? Zo'r narsa ekan. Yaxshimi? Mazza ekan. Mana ko'rib turganlaringdek quyilib qolgan qonlar chiqyapti. Bachon eng zo'ri ekan. Akalar opalar hozir ana shuni miyasidan qon chiqariladi, kiranda suv oqqanday qon oqiladi, Ana chiqadi, shunday teshilib. peshonani bo'sh tashlang, kasallik Bu qo'rqinchli narsa emas, biron nima bilan urib teshmaydi yoki nomiga teshiladi, kranchada qon oqib chiqadi. Bu davlenani tushirish uchun, hozir o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rasiz. Bijir qo'yganmiz akalar opalar, sababiki YouTube uflab qo'yadi. Shu o'rnidan tursa biz sizlarga joyini ko'rsatamiz. Akalar opalar, hammaga rahmat. Обязательно bitta like, podeliska qilib qo'yinglar. Kimgadir shu narsa shamollaydi, davlenasi balandlab, doktorga borib davlenasini tushirib, dori ichib o'zini qiynavermasin, bemalol kelaverasizlar. Kuchangiz olib qo'ying endi, oling qonni ko'rsatmaylik. Mana endi keling kamerachi. Bemalol mana ko'rishlaring mumkin o'rni. Mana. Bu bittagina teshiladi xolos sana. Qoni ham 1 minutda to'xtaydi joyiga. Mana hozir hijamadan chiqdi. Aka, bo'yningizga nima qildi? Qanday his qilyapsiz aka o'zingiz? Yaxshi, yengil. Sanchi? Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin. Bu ketadi, dog'i, qo'rqmanglar. Bir Orqalarim og'riyotdi. Qoldi, sirasi qoldi. mana hamma hijamadan. Aka bo'yningizni burada ko'rsatib ko'ring. Mana hamma bo'yinga, oyoqqa. Siz oyoqqa oldingizmi? Kim oldi? Siz Oyoqqa, oyoqdan yengil bo'ldimi? Yengil bo'ldi ancha. Ha, kelasizlar va ayta soplarni ichib, bemalol mana. Ayta davolaydigan dorilar bor. Ko'rib turganlar hijamadan chiqdik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.